Abbos Xo'ja o'zi qatli qanday qilib san'at sohasiga kirib ketgan? Yo oilada san'atkorlar bormi? Yo'q, biz zotimizda ham san'atkor yo'q. Men G'irt qishloqdanman. Farg'ona viloyati Quva tumani Rovot qishlog'idanman. Juda ko'pchilikka qiziq. Meni ko'pchilik anjali deb o'ylayotgan. Endi meni o'rtoqlarim har xil viloyatdan bo'lgani uchun Luboy shevada gapiraveraman. Shunaqa mol boqib, qo'y boqib, uyda tovuq boqib katta bo'lgan bolamiz. Qiyingarchilikdan chiqqanmiz. Dalada yurgan, qo'y boqib yurgan o'rtoqlarimiz, yaqinlarimizga motivatsiya qarovchi kitob o'qing. Faqat kitob o'qing, IQ-ingizni oshiring. Zo'r bo'ladi, ishoning zo'r bo'ladi. Abbos Xo'ja shu o'zini bizneslari hamda reklamalardan bir oyda necha puldan necha pulgacha daromad qiladi? Maksimalli 100 ming topganman, minimalli 500 dollar topganman. 3 kunda 100 ming kelgan. Ayting, shunda nima? Hattomi reklama bo'lganmi, nima bo'lgan? Bu kattaroq reklama? Ha? Reklama. Adin Expertdan yutmagandirsiz? Yo'q. Lekin men sizga aytaman, o'sha qimor o'yinlari menga yiliga 300 ming dollar taklif qilganda olmaganman. Yiliga 300 ming dollar taklif qilgan, hozir tashlayman degan. Hozir tashlayman degan. Bilasanmi degan. Shaytonim bilan birga bir chiqqanman, lekin chiqqanman. To'y qachon endi? To'y ko'p ko'sh bilan. Ro'zadan keyin. Balki hozir o'ylab turibman, yo to'yxonada qilaman, yo stadionda qilaman. Stadionda sotiladi. Stadionda qiling. Baxt siz uchun nima? Baxt. Baxt men uchun vaqt. O'zingizni kuchli va kuchsiz tomoningiz. Ishonuvchanligim ham kuchli tomonim, ham kuchsiz tomonim. Siz ko'rgan eng mard inson. Dadam. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Zo'r javob bo'ldi. Respekt. Bu javobdan keyin bitta like bosib qo'yamiz. Abbos Xo'jani reklama, istoriya va post narxi qancha? Hozirgi kunda post 2,5 ming, stories 1000. Namuncha qimmat, u milliarder ekanda deb o'ylamasa, o'zi reklama kam olaman men. Ataydan kam olaman, lekin jamoada ko'pchilik ishlaydi, ko'pchilikda rizqi bor. Abbos Xo'jani reklamasi 2000 dollarga arziydimi, arzimaydimi? Kommentariya fikrlarni yozib qoldiringlar. Mani profilim o'z nomi bilan manfaatli intervyu. Mani nomimdan chiqqan bu videoni ko'rib, sizga chiqqan odamlarga bir manfaat tariqasida ozgina reklamani skidka qilib bera olasizmi? Storiesni 50% qilib beraman. Sizning nomingizdan chiqsa, birinchi 5 ta odamga storiesni 50% qilib beraman. Postni 1,5 mingdan qilib beraman birinchi 2 ta odamga. Reklama qildirmoqchi bo'lganlar, lekin dadamga ham qilib bermaganman shu paytda. Reklama qildirmoqchi bo'lganlar, gazini bosinglar. Abbos Xo'jani 1 milliontadan ortiq obunachisi bor. Hozirgi holatda ko'p bo'yda yigitlar katta ayollarga, turmushdan ajrashgan ayollarga qiziqyapti, ular bilan turmush quryapti. Ha? Shunaqa holatlar ko'p bo'lyapti. Nima deysiz shunaqa yigitlarga? Unaqa yigitlarga uylansa taqoza yuravermasdi. To'g'risi. Sizga rahmat. Uylanish kerak, uylansa baraka kiradi. Sizga rahmat, ketgan vaqtga rozi bo'ling. Sizga ham. Maza qilib gaplashib. Siz qaysi viloyatdansiz? Kuzatuvchilar yozib qoldiringlar, Farg'ona ayla. Sizni yaxshi ko'raman.